Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Atalmış Şinjan İslam Cemiyeti qatorliq organlar Amerikani aybladi. Xitoyning 2022-yillik qishliq olimpik musobaqasini o'tkazishga qarshi qo'l qo'yish harakati qo'llashga erishdi. Yaponiyada Uyg'ur masalasini tonutish. Sog'lomlik haqida savol. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Xitoy hukumatining Uyg'urlar qaratgan siyosatlarini ayiblaydigan 2019-yillik Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasining Amerika Ovon palatasida mutlaq ko'p sonliq ovoz bilan ma'qullanishi Xitoyni qattiq bayram qilmoqda. Xitoy hukumati o'z taratqullari orqali Xitoy Islom Jamiyati, Atalmış Şinjan İslam Cemiyeti, Davlat Millatlar ishlari komiteti, Atalmış Şinjan Uyg'ur Abnum rayonlik xalq qurultiyi doimiy komiteti, xalq hukumati, Mamlakatlik siyosiy kengash tashqi ishlar komiteti qatorliq idora organlar va shaxslar nomidan orqadan bayonot e'lon qilib, Amerikaning harakatini jon-jahl bilan ayblashga boshlagan. Atalmış Şinjan İslam Cemiyeti bayonotida o'zlarining Sharq Turkistondagi 10 milliondan oshiq musulmon ommaga vakolatlik qiladiganligini ilgari surib, Amerikaning bu qonun loyihasiga har millat musulmon ommasining qat'iy qarshi turadiganligini, Amerika Davlat Majlisi a'zolari amaliyotni bilmay turib, bu yer kelib baxmay turib, yerli kishilik huquq vaziyati haqida bildirildi deganlarni bildirib, Uyg'ur elida jami 24 mingdan ortiq masjid, 29 mingga yaqin diniy xodim bor. Rayon, viloyat va noyalarda har qaysi darajalik 103 islom diniy jamiyati bor. Qur'oni Karim Xitoycha, Uyg'urcha, Qozoqcha, Qirg'izcha 4 xil tilda nashr qilingan deganda koni gaplarni takrorlagan. Amerika Ovon palatasida Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi birga qarshi 407 ovoz bilan ma'qullangandan keyin Xitoy Tashqi ishlar ministrligi, Xitoy Xinhua agentligi, Xalq gazeti, Uyg'ur rayonlik hukumat va uning Erkin Tuniyaz, Shavkat Emin va boshqa nurg'un organ va shaxslari norozilik bayonot e'lon qilgan. Şinjan televiziya stansiyasi o'z xabarlarida rayondagi har soha kishilarni Amerikaning Uyg'ur qonun loyihasiga qarshi noroziligini ifodalashga safarbar qilgan. Chet ellardagi vaziyat kuzatuvchilari Xitoyning bu navbat Amerikaning harakatidan andishiga tushganligini mo'ljallamoqda. Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda yo'l qo'ygan yig'ilish lagerlariga qarshi turish uchun uning 2022-yillik qishliq olimpik musobaqasini o'tkazishga qarshi turish chaqiriqlari kuchaymoqda. Dunyoning har qaysi joylaridagi yosh Uyg'ur faoliyatchilarining o'rtaq harakat qilishi bilan o'zgarish nomli to'rbatda huquq bo'lmasa olimpik musobaqasi bo'lmaydi mavzuliq imzo qo'yish harakati boshlangan. 5 dekabr kuni bu imzo qo'yish harakati qo'l qo'yganlar soni 27 mingdan oshgan bo'lib, 35 ming kishilik nishonga yetishga oz qolgan. Mazkur qo'l qo'yish harakatining chaqiriqi Uyg'ur, ingliz, Xitoy, turk, yaponcha va indoneziyachadan iborat 6 xil tilda e'lon qilingan. Chaqiriqda tovandikilar deyilgan. Olimpik tanarakat yig'inining ruhi bo'lsa, eng negizlik bo'lgan axloq prinsiplariga yo'l qo'yish va hurmat qilish. Tantarbiya harakatlarini insonlarning tinch holda birlikda taraqqiy qilishini ilgari surishga xizmat qildirib, insonlarning huquqini qo'g'daydigan barobar jamiyat barpo qilishni ilgari surishdir. Agar Xitoy jazo lagerlarini 2022-yilgacha davom qildirsa, undaqda Beijingning hech qanday olimpik tanarakat yig'inini o'tkazish huquqi bo'lmaydi. Beijingning tanlashi nihoyat oson. Jazo lagerlarini taqish kerak yoki olimpik tanarakat yig'inini o'tkazishdan voz kechish kerak. Amerika Cumhuriyet Kengash palata a'zosi Rick Scottmo Xitoyning kishilik huquq dafsandichiligi va Amerika davlatlik basketbol jamiyati NBA'ga tutgan muomalasi sababli 2022-yillik qishliq olimpik musobaqasini o'tkazish haqqining bekor qilinishi kerakligini bildirgan. Amerika Kasblar instituti tadqiqot markazining tadqiqotchisi Michael Mazza 2 dekabr kuni Los Angeles vaqti gazetida maqola e'lon qilib, agar Amerika Xitoyni g'albilik holda Xinjiangdagi siyosatlarini yumshatishga ko'ndirman deydigan, u holda ular Xi Jinpingni bevosita nishon qilib, Beijingning 2022-yillik qishliq olimpik musobaqasini o'tkazish masalasini ko'zir qilish orqali Beijingga besim ishiltish kerak degan. Yaponiyadagi uzun yillik Uyg'ur faoliyatchisi Turmamat Hashim apandi, Yaponiyadagi dongli xalqaro siyosat olimi Professor Fuji Genki apandining riyosatchiligi bilan Yaponiyaning qaytadan gullantirish nomli faoliyatga qatnashib, leksiya so'zlagan bo'lib, bu leksiya jami 20 bo'limga ayrilib, taxminan 5 soatlik bir film qilib ishlangan. Turmamat Hashim o'z leksiyasida navbatdagi Sharq Turkistonda ilib berilayotgan irqiy qirg'inchilik, Sharqiy Turkiston va Uyg'urlarning tarixi, Sharq Turkiston mustaqillik harakati va uning kengayishi, hozirgi ahvoli, Xitoyning Sharq Turkistonni mustamlaka qilishdagi strategiyasi va taktikalari, ishga a'zo atkazchilik masalasi, Yaponiyadagi Uyg'ur tadqiqoti saqlanayotgan masalalar, bir yo'l bir belvoq strategiyasi qatorliq masalalarni markaz qilgan holda Uyg'urlarning tarixi, Xitoyning Uyg'urni qanday besib olganligi haqida to'xtalgan. Qish faslida sovuq testidan badan chiniqtirish uyoqtirsin, hatto eshikdan chiqishga hurmatlik qilamiz. Amaliyot qish faslida badanda osonla may yig'ilib samirib ketadi. Shunga qishda badan chiniqtirishni davomlashtirish kerak. Qishda badan chiniqtirishning eng yaxshi usuli yugurish bo'lib, tövandikidek foydasi bor. Birinchi, o'ruqiltish unumi yaxshi. Qish faslida yugurganda temperatura tovan bo'lg'achqa, badan temperaturini saqlash uchun texmi ko'p kaloriyani ko'ydirib, badan temperaturasini saqlaydi. O'xshash harakat miqdori ostida qish faslida yugurish yoz faslidagi qaraganda issiqlikni ko'p sarf qiladi. Ikkinchi,
oksigenning eng ko'p qabul qilinish miqdorini oshiradi. Töven temperaturli havo rayida belgilik vaqt yugurganda badanning oksigen qabul qilish iqtidorini oshirg'ili bo'ladi. Eng cho'ng oksigen qabul qilish iqtidori bir odamning oksigenlik harakat qilish chekiga vakillik qiladi. U odamning chidamchanligida ifodalanadi. Yanım ilgirligan holda yugurish sur'atini o'stirganda texmi yaxshi badan iqtidorini yetildirishga foydali. 3. Odamga texmi ko'p xushallik tuyg'usi ato qiladi. Badan sovuq mexanizmning g'idiqlishiga uchrab, badanda endorfin bir qadar ko'p ajrilib chiqadi. Bu badanda xushallik va baxt tuyg'usi paydo qiladi. Shunga qishda yugurganda texmi oson xushal bo'g'il bo'ladi. 4. Sovuq chidamchanlikni oshiradi. Badanni to'xtamay g'idiqlab, yugurish badanning modda almashtirish va qon aylanish iqtidorini tezlatib, badanni sovuqqa texmi chidamchan qiladi. 5. So'ngak shalang'ishning oldini oladi. Qishda sirt yugurishni davomlashtirganda badan quyosh nuridan to'liq bahramon bo'lib, quyosh nuri tarkibidagi ultra benafsh nurni qabul qiladi. Buning bilan badanning kalsiyni qabul qilishini ilgari surib, bo'g'imlarning chekinishining oldini oladi. Ya'ni so'ngakdagi mineral moddalarning eqib ketishini azaytadi. Xabarlarimizni ko'rgan Allohga rahmat. Ko'rishkish omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.